Tilla pulishimizda. Tilla pulishimsiz? Ha? Qidirib yuribsan xotin? Onda u binasida minamish. Yo'q, shans demadilar. Yo'q. Chestni bo'ladi. Assalomu alaykum. Internetga qo'yaman lekin. Вообще zo'r joy ekan, aytishimiz kerak. Hech pul bo'lsa ham puliga qiziqmasdan kelib yotish kerak ekan. Bo'tni pulini men просто eta olmayapman. Etmagin bunaqa arzonligini deyishyapti. Demak, bularda pul ko'p ekan. Bulardan ko'proq o'ringlar, to'g'risi. Tilla purish ekanmi opamlar? Har qancha bersam arzirka. Voy, mashalloh. Ovqatlari zo'r. Parhez ovqat, choylarimiz kilotda bemalol. Joylar issiq. Yaxshi. Bettalab ham kelinlarim ham 3ta kelinim ham bunaqa bizga qaramaydi. Sizni kelindingizmi ona? 3ta kelinim bor. Hozir bu yoqqa o'g'illaringiz olib keldimi yo o'zingiz keldingizmi? O'g'illarim yotqizdi. O'rtoqlar, mana haqiqatdan bor-ku, ana onasini duo oladigan bola ekan bor, haqiqatdan. Alloh jannatlar bilan siylasin. Qani bitta narsani aytmoqchiman sizga. Siz nima anaqa dard bilan keldingiz? Men oyog'im og'rib, sahrim 26 bo'lib keldim. Kecha o'lchatdim, 7-6ga tushib qoldi. Oyog'im zo'r, zinadan bemalol sakrab ham, akrobatika ham oshaverdim. Voy, mashalloh, qarang. Shunaqa zo'r, ovqatlarim parhez, hamma narsa bor. Doktorlar вообще zo'r, sharoit gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham zo'r. Bunaqa o'zibdi, mana o'zlari beryaptilar. Men misol uchun majburlab yo zo'rlab turib, misol uchun sizdan yo. Yo'q. Menga pul berdingizmi internetga? Yo'q. Yo'q. Ochiqdan ochiq, mana misol uchun Toshkentdan kelib turib, ham o'zim lecheni olma, o'sha lecheni olgan holatimda sizlarga misol uchun tayyor, mana misol uchun yotgan, kasalxonada yotgan bemorlarni o'zligidan olma. Hozir aytibdilar-ki 26 edi safaringiz, to'g'rimi? 7 ga tushdi. 7 ga tushdi. O'sha 7 degani yo'q deganda. Hozir oyoq og'rig'i ham qolmagan. O'sha qolmadi. Yo'q. Siz bu yoqqa birinchi marta keldingizmi? Birinchi yotishim. Yana kelasiz. Ha, xudo xohlasa har 3 oyda davolanaman. Voy, mashalloh. Tavsiya ham bor, o'zi bor-ku bu yerda. Davay o'rtoqlar, ko'zingni katta ochamiz-da, xudo xohlasa ota-onalarimizni, yaqin jigarlarimizni misol uchun olib kelamiz mana shu yerga. Narxlari ham super, unaqa qimmat ham emas, to'g'risi. Hozir misol uchun Toshkentda bitta sanatoriyaga yotaman siz 1 million, 1,5 million mashaq bir kuningiz. Masalan, to'shib ketadi badanimni, tuzli suvga tushib zo'rman. Hozir qaytda o'sha? Hamma narsam qaytda. Videoga like bosib tarqatib qo'yinglar. Nimagaki mana shunaqa bemor odamlarga yetib borsa, inshaalloh dardiga ozgina shifo topib ketsa, siz ham mana sabab cho'q qolasiz. Nima deysiz? Amin.